Bugun tatar xalqining vaq balishini tayyorlab ko'rdim. To'g'risini aytsam, tugishga ozgina qiynaldim. Turgan sari og'zi ochilib ketaverar ekan. Lekin o'zi zo'r chiqargan xamirlari yumshoqqina bo'ladi. Yarim litr qatiqga tuz, chayni suvni solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ketidan 100 gram erigan sariyog' solib, uni ham aralashtiramiz. Un qo'shib, qo'lga pishmaydigan yumshoqqina xamir qorib tindirib qo'yamiz. Nachinkasiga qiyma, kartoshka, piyoz, ziravorlar solib tayyorlab oldim. Yarim soatcha dam olgan xamirimizni zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Yumshoqqina bo'lar ekan, bemalol qo'lda yoysangiz bo'ladi. Shu tugishini amalladim, lekin turgan sari og'zi ochilib ketaverar ekan. Duxovkaga qo'yishimdan oldin yaxshilab chimchilab yopib qo'ydim. Somsa pishiradigan gradusingizda pishirib olar ekansiz. Pishishiga 5 minut qolganda ustiga yarim qoshiqdan sariyog' solib chiqsangiz, juda ham zo'r mazali bo'lib chiqar ekan. Birinchi marta qilishimga yaxshi chiqdi. Uydagilar maza qilib yeb olishdi. Sizlar ham hali qilib ko'rmagan bo'lsanglar, maslahat beraman, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin. Yoqqan bo'lsa yurakchani qizartirib keting, xursand bo'laman.